Tuxumbarak ham patentlandi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Adliya vazirligi tomonidan Xorazm viloyatiga xos bo'lgan tuxumbarak milliy taom geografik ko'rsatkich sifatida davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Bu haqda 13-iyun kuni vazirlik xabar berdi. Qayd etish joiz, mazkur taom o'ziga xos tayyorlanish usuli, tarkibi va qadimiy an'analarga asoslangani bilan ajralib turadi. Tuxumbarak asosan Xorazm viloyati aholisi orasida keng tarqalgan bo'lib, ushbu hududning boy madaniy gastronomik merosini aks etadi. Geografik ko'rsatkich sifatida ro'yxatdan o'tkazilishi bu taomni huquqiy jihatdan himoya qilish, sifat va nufuzini saqlab qolish hamda Xorazmning hududiy brendi sifatida targ'ib qilish imkonini beradi. Ma'lumot uchun, Adliya vazirligi geografik ko'rsatkichlari huquqiy jihatdan muhofaza qilish sohasidagi vakolatlari organ hisoblanadi. Geografik ko'rsatkichlar to'g'risidagi qonunga ko'ra, tovarni muayyan geografik obyekt hududidan kelib chiqqan tovar sifatida identifikatsiyalovchi belgi geografik ko'rsatkich deb e'tirof etiladi. Bunda tovarning sifati, nom qozonganligi yoki boshqa xususiyatlari uning geografik jihatidan kelib chiqishiga sezilarli darajada bog'liq bo'ladi, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.